Hop, bu tomondagi misollardan 5 minus 1 qanaqa bo'ladi? Ya'ni qo'shish uchun nima oldik? Ayirish qanday bo'ladi? Qoidani eslab qolamiz. Qo'shish uchun qo'shib, do'stini ayiramiz. Va aksincha, ayirish uchun ayirib, do'stini qo'shamiz. Tushundingizmi? Qo'shish uchun qo'shib do'stini ayiramiz, ayirish uchun ayirib do'stini qo'shamiz. Shu qoidani eslab qolsangiz bo'ldi. Demak, ketdik. Hop, 5 dan 1 ni ayirmoqchimiz. Buning uchun mana o'zi bizda 5 bor. Ayiramiz 1 ni. 1 ni ayirish uchun yer toshlari yo'q. Mana bunday holatda bo'lganda ham osongina ayirgan bo'lardik. Lekin yo'q, nima qilamiz? Ayirish uchun ham xuddi shunaqa. Ayirish uchun ayiramiz. Ya'ni 1 ni ayirish uchun ayiramiz va 1 ning do'stini qo'shib qo'yamiz. 1 ning do'sti 4. Demak, javobimiz 4. Keyingisi, ikki xonali ham ko'raylik, endi biroz murakkablashtiramiz. 55 ayiramiz 15. 15 dan ayirmoqchimiz, nima qilamiz? Chap qo'limizni o'zida formula qo'llashimiz kerak. O'ng qo'lda formula shart emas. Mana bunday qilsak ketadi. Demak, 55 dan 15 dan ayiramiz. 5 dan ayirib oldik, mayli, chalg'irmaylik. Misol uchun deylik, videoni yangi ko'rayotgan bo'lsangiz. 10 ni qanday qilib ayiramiz deyilsa, ayirish xuddi shunday usulda. Ayirish uchun ayiramiz va do'stini qo'shamiz. 1 ni ayirish uchun ayirdik, osmon toshini, do'stini qo'shamiz. Ketdik. 4 ni bu tomondan qo'shib qo'yish yo'q, chalg'imaysiz-da. Demak, javob 40. Yozib qo'yamiz. 75 dan 2 ni ayirishimiz kerak. 75 ni yozib oldik. Maqsad 2 ni ayirish. Ayirish uchun ayiramiz, 2 ning do'stini qo'shib qo'yamiz. Javob 73. Ana shunday. Yoki bo'lmasam, dedik 65 bo'lsin-da, 65 dan 20 ni ayirish kerak bo'lsin. 65 ayiramiz 20. Bu holatda nima qilamiz? 20 ni ayirish uchun osmon toshini ayirib, 20 ning do'stini 30 ni qo'shamiz. Ya'ni 5 ni ayirib, 2 ning do'sti 3 ni qo'shamiz. Bo'ldi. Shu bilan bizda javob tayyor 45. Keyingisi 67 ayiramiz 13. 67 ni yozib olamiz. Va 13 ni ayirishimiz kerak. 10 ni ayirdik, 3 ni ayirish uchun nima qilamiz? Ayirish uchun ayirib, ya'ni 5 ni ayirib, 3 ning do'stini qo'shamiz. 3 ning do'sti bizda 2. Javob 54. Keyingisi 70 ayiramiz 30. Bunda nima qilamiz? 70 ni yozib olamiz. Ayiramiz 30, 3 ni ayirish uchun ayirib, do'stini qo'shamiz. Ya'ni ayirib, do'stini qo'shamiz. Bo'ldi. Tezlikda. Demak, bu 40. Agar sizga video biroz murakkablik qilayotgan bo'lsa, sekinlatib yoki takroriy ko'ring. Agar osonlik qilayotgan bo'lsa, keyingi videolarni ko'rsangiz bo'ladi. U yerda biroz murakkabroq usullarni ham beramiz. Demak, keyingisi 8 ayiramiz 4. 8 ni yozib oldik. 4 ni ayirish uchun yer toshlari yetmaydi. Ayirish uchun ayirib, 4 ning do'stini qo'shamiz. 1 ni. Javob 4. Yoki bo'lmasa 87 ayiramiz 44. 87 bo'lsa, mana ayiramiz 44. Chap qo'lda ham, o'ng qo'lda ham formula qo'llashimiz kerak. Demak, ayirib do'stini qo'shamiz, 4 ni ayirish uchun ayirib do'stini qo'shamiz. Ya'ni 40 ni ayirish uchun 10 ni ayirib turib, biz misol uchun 50 ni ayirib 10 ni qo'shdik, 4 ni ayirish uchun 5 ni ayirib 1 ni qo'shdik. 87 dan ayirdik 44 ni. Mana bunday, mana bunday. Javobimiz 43. Endi manfiy sonlarni qanday qilib bajariladi? Mana misol uchun hayotda uchraydi, 22 dan misol uchun 54 ni qanday ayirasiz deyilsa, bunga oid alohida mashqlar bo'ladi. Keyingi video darslarda Xudo xolasa berib o'tamiz.